17-misol. Agar m katta yoki teng 1 dan, n katta yoki teng 2 dan va k katta yoki teng 36 bo'lsa, 2 bo'lingan m plus 6 bo'lingan n plus 468 bo'lingan k ifodaning eng katta qiymatini toping. Ifodaning eng katta qiymatini topishimiz uchun 2 bo'lingan m ning eng katta qiymatini topamiz. Ya'ni 2 taqsim m. Kasr eng katta bo'lish uchun mahrajda turgan son eng kichik bo'lishi kerak. M katta yoki teng 1. Tengsizligimiz noqat'iy bo'lgani uchun m ning eng katta, eng kichik qiymati 1 ga teng. 1 ni olib qo'ysak 2 taqsim 1 barobar 2. Xuddi shu tariqa 6 bo'lingan n, ya'ni 6 taqsim n. Bu ifodaning ham eng katta qiymatini topamiz. Bu ifodaning eng katta qiymatini topish uchun uni eng kichik songa bo'lishimiz kerak. N katta yoki teng 2 dan. Demak, n ning eng kichik qiymati 2. 2 ga bo'lamiz. 6 bo'lingan 2 barobar 3. 468 bo'lingan k barobar 468 taqsim k. K katta yoki teng 36 dan. K ning eng kichik qiymati 36. 468 ni bo'lamiz 36 ga barobar 468 ni 36 ga bo'lib olsak 46 ni ichida bittadan 36, 46 dan 36 ni ayirsak 10, 10 ni ichida 36 bo'lmagani uchun 8 ni tushirib olsak 108 ni ichida 36, 13 tadan, demak 13. Bizga mana bu ifodaning eng katta qiymatini topishimiz uchun har bir chiqargan javoblarimizni qo'shib olamiz. 2 qo'shilgan 3 qo'shilgan 13 barobar 18. Ifodaning eng katta qiymati 18 ga teng ekan.